Assalomu alaykum. Shukronalik mo'jizalar kursimizning aziz o'quvchilari. Mana bugun 9-darsga ham yetib keldik. Sehrli kuch eslatmasi. Siz amaliyotni o'tkazib yuborganingizda har safar 3 kun orqaga qaytib, o'sha yerdan boshlashingiz kerak. Esingizda bo'lsin, siz buni ketma-ket qilish uchun emas, bu ko'pchilikka erishish uchun qilyapsiz. Shukronalikni his qilishingiz uchun shukronaligingizni sanamang. Shunchaki shukrona qilsangiz yaxshilanadi. Shukronalik qilmasangiz u ishlamaydi. Yodda tuting, qanchalik samimiy shukronalik keltirsangiz, shunchalik ko'p olasiz. Faqat shukronalik bilan hayot boyroq bo'ladi. Boylar minnatdor bo'lishadi. Boylar esa shikoyat qilishadi. Bu butun hayotning oltin qoidasi. Xoh salomatlik, xoh ish, xoh munosabatlar yoki pullarda bo'lsin. Agar siz ko'p bo'lmasa-da, qancha ko'p minnatdor bo'lsangiz, shuncha ko'p boylik olaverasiz. Qanchalik siz pullar haqida shikoyat qilaversangiz, kambag'alroq bo'laverasiz. Shuning uchun shukronalik jarayonida yo'qchilikdan shikoyatlaringizni minnatdorlikka almashtiring. Bu sizga boylik olib keladi. Ko'pchilik pullardan shikoyat qilishmaydi. Agar pullar yetarli bo'lmasa, ongsiz ravishda shikoyat qilishadi. Shikoyatlar xayolida shunday so'zlarda o'tadi. Ko'pchilik miyasidagi bor xayollarni bilmaydi. Agar qanday shikoyat, rashk va xavotirli xayollar, pullar bilan bog'liq kambag'allik haqidagi o'ylar kambag'allikni yaratadi. Eng katta shikoyatlar pullar berib yuborganingizda paydo bo'ladi. Agar pullaringiz yetarli bo'lmasa, siz to'lovlarni to'lash eng og'ir vazifalardek bo'laveradi sizga. O'zingizni shunday tuting. To'lov qog'ozlarini oqimiga mos pulingiz bor, siz ularni to'layapsiz. Agar siz to'lovlar ustidan shikoyat qilsangiz, siz chindan ham pullardan shikoyat qilayotgan bo'lasiz. Va bu shikoyatlar sizni kambag'allikka ushlab turadi. Agar sizning pulingiz to'lovlar to'lashga yetmasa, xuddi ular to'lagandek minnatdor bo'ling. U sizga yanada ko'proq pullarni jalb qiladi va siz hayotingizga ko'proq pullarni tortasiz. Agarda siz bir kunda bir necha minnatdorlikni esingizdan chiqargan bo'lsangiz, hisoblar uchun minnatdorlikni bildiring. Shunda hayotingizda ko'proq pullar jalb bo'ladi. Badavlat bo'lishingiz siz uchun siz bilan pul bilan bog'liq hamma narsalarni, hattoki to'lovlarni ham minnatdorligingizda bo'ladi. Siz qarama-qarshi ishni qilishingiz, agar siz tovar olayotgan bo'lsangiz yoki xizmatdan foydalanayotgan bo'lsangiz, ular bilan to'lovni to'lashdan ham minnatdor bo'ling. Bu oddiy narsa, ammo butun hayotingiz davomida pullarga ulkan ta'sir ko'rsatasiz. Siz pullarga xuddi magnitdek ta'sir ko'rsata boshlaysiz. To'lovlarga minnatdor bo'lishingizdan ilgari tovar yoki xizmatdan qancha yutganingiz haqida o'ylang. Agar bu ijara yoki ipoteka uchun to'lov bo'lsa, siz yashayotgan uy uchun minnatdor bo'ling. Faqat shunda siz unda yashay olasiz. Mabodo kreditlar va ijara bo'lmaganida ko'p odamlarning yashashga uyi bo'lmas edi. Gaz yoki elektrga haq to'layotganingizda issiq suv, dush, isitgich uskunalari har qanday foydalanayotganingizda o'ylab ko'ring. Telefon yoki internet uchun haq to'lasangiz,
ular bo'lmaganda qanday qilib uzoq masofadagi odamlar bilan gaplashish mumkin bo'lardi? Siz uzoq masofada ekanligingizda necha bor oila a'zolaringiz va do'stlaringiz bilan gaplashayotganingiz va elektron pochtadan foydalanayotganingiz haqida o'ylab ko'ring. Sanasangiz xizmatlarning sanog'iga barmoqlaringiz yetmaydi. Shuning uchun kompaniyalarga haq to'lashingizda minnatdorchilik bildiring. Men o'zimga minnatdorlikning sehrli kuchini ochganimdan beri bironta to'lov qog'ozini o'tkazib yubormayman. To'lov uchun rahmat deb yozib ham qo'yaman. Avvaliga to'lashga pulim yo'q paytida men minnatdorlikning sehrli kuchidan foydalanar va pul uchun rahmat der edim. Keyin pullar paydo bo'lgach, to'lov uchun rahmat deb yozadigan bo'ldim. Agar men qilgan ishni bajarsangiz, sizda ham istalgan to'lovlar uchun pul bo'ladi. Siz istalgan to'lanmagan qog'ozni oling va pullar uchun rahmat deng va pullarga minnatdorchilik bildiring. Pulingiz bormi, yo'qmi farqi yo'q. Agar siz onlayn bo'yicha hisob to'layotganingizda to'lov puli deb yozilgan joyga pul uchun rahmat deb yozing. 10 ta to'lovni to'laganingizdan so'ng uning ro'parasiga to'lov uchun rahmat deb yozing va o'zingiz xuddi shunday minnatdorlikni hisoblang. To'lov uchun qancha ko'p minnatdorchilik his qilsangiz, shuncha ko'p pullarni magnetlab olasiz. Bugungi kundan boshlab to'lov to'layotganingizda olgan xizmatingiz haqida o'ylab ko'ring. Uning o'ziga to'lov uchun rahmat deb yozishingizda doimiy amaliyotingizga aylantiring. Siz to'lagan pullar uchun minnatdorchilik bildirganingizda ularni qaytarilishini kafolatlaydi. Minnatdorlik xuddi shunday pullarni bog'lab qo'yilgan zarur ipga o'xshaydi. Shuning uchun to'lov to'layotganingizda doimo qaytib keladi u pullar. Ba'zida esa 100 barobar hattoki ko'p bo'lib qaytib keladi. Qaytib kelgan pullarning serobligi siz to'lagan pullarning miqdoriga emas, minnatdorligingiz miqdoriga bog'liq. Agar siz $50 haq to'lasangiz, minnatdorligingiz tufayli sizga $100 qaytadi. Pullar uchun magnit. Sehrli kuch amaliyotini 1-3 qadamlarini takrorlang. Sizning shukronaligingiz hisoboti. O'zingiz minnatdor bo'lgan 10 ta narsani yozing. Va nima uchun minnatdorligingizni ham yozing. Ro'yxatni qayta o'qing va galdagi minnatdorlikni tugatib, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman deng. Va imkoni boricha minnatdorlikni his qiling. Sizda bor istalgan joriy hisobni to'lang. To'lanmagan yoki to'lanmaganini oling. Shukronalik sehrli so'zlarini qo'llang. Pullar uchun minnatdorman. Siz to'lagan hisoblar uchun, pullar uchun hozir bormi yo'qmi farqi yo'q. Minnatdorlikni bildiring. Ilgari to'lagan 10 ta hisob varag'ini oling va har birini qarshisiga hisob uchun rahmat deb yozing. O'zingizni to'lay oladiganingiz uchun minnatdor bo'ling. Uyquga ketishdan avval sehrli kuch toshini qo'lingizga siqing va kun davomida yuz bergan hamma yaxshi narsalar uchun minnatdorlik keltiring. Shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman so'zlarini ayting. Minnatdorlikdan ko'ra muhimroq vazifa yo'q. Hamma vazifalarni vaqtida bajarish esingizdan chiqmasin.